6-sinf Qadimgi dunyo tarixi 2022-yilgi darslik. 21-mavzu. Zardushtiylik va Avesto. Miloddan avvalgi 1-mingillikda O'rta Osiyoda Zardushtiylik deb atalgan din keng tarqaladi. Bu din hali odamlar tabiatni ilohiylashtirgan kezlarda kurtak yoza boshlagan edi. Zardushtiylar olov, quyosh, yer, suv va yulduzlarga sig'ingan va ularni ilohiy deb hisoblagan. Zardushtiylik so'zi Zaradusht nomi bilan bog'liq. U miloddan avvalgi 1-mingillikning birinchi choragida yashab o'tgan tarixiy shaxs. Demak, Zardusht qachon yashab o'tgan? Miloddan avvalgi 1-mingillikning birinchi choragida. Keyinroq Yunonistonda uning ismi Zoroastr deb atalgan. Yunonchada Asron yulduz, negaki Yunonistonda uni donishmand, munajjim deb hisoblaganlar. Bu nomdan ta'limotning o'zi ham Zoroastrizm, ya'ni Zardushtiylik deb atala boshlangan. Zardushtiylikning paydo bo'lishi haqida shunday afsona bor. Bir kuni Zardusht suv olish uchun erta tongda daryo bo'yiga kelgan ekan. Zilol suvda u Ahromasda vakillaridan birining siymosini ko'radi. Siymo nur bilan qaysi tomonga borishga yo'l ko'rsatadi. Zardusht sehrli nur izidan ergashadi. Ko'p o'tmay oliy iloh Ahromasda huzuriga yetib boradi. Ahromasda o'zining ezgu amallari haqida bilimlarni tarqatish uchun uni tanlaganini aytadi va ilohiy vakolat olganini ma'lum qiladi. Shu tarzda Zardusht 30 yoshda yangi diniy ta'limotning targ'ibotchisiga aylanadi. Zardushtiylik asoschisi Zardusht hisoblanadi. Muqaddas kitobi Avesto qat'iy belgilangan qonunlar degan ma'noni anglatadi. Zardushtiylikning ramzi mana shunday ko'rinishda. Rasm ko'rinishida tursa-da, qaysi dinning ramzi hisoblanadi desa, Zardushtiylikning ramzi deb javob beramiz. Zardushtiylik dinining tarqalishi. Zardushtiylik tarqala boshlagan paytlarda ibodatxonalar, odamlar duo matnlarini o'rganish uchun maxsus kitoblar bo'lmagan. Diniy marosimlar ochiq osmon ostida, gulxan yonida yoki uydagi o'choq olovi atrofida o'tkazilgan. Oldin turli qabilalarni istilochilarga qarshi kurashga birlashtirish uchun Zardusht ularni birlikka da'vat qilgan. Demak, Zardusht dastlab nimaga da'vat qiladi? Turli qabilalarni istilochilarga qarshi kurashga birlashish uchun da'vat qiladi. Zardushtning so'nggi vazlarini kohinlar tomonidan yod olib, dindorlarga o'qib berilgan. Zardushtning vafotidan keyin bir necha asr o'tgach, barcha diniy marosimlar, madhiyalar va duolar Zardushiylar uchun muqaddas bo'lgan bir kitobga jamlangan. Bu kitobning nomi Avesto bo'lgan. Qat'iy belgilangan qonun-qoidalar degan ma'noni anglatadi. Xudo Ahrom ilohi Ahrom Azzaning ko'rinishi mana shunday belgida iborat bo'lgan. Urganchdagi Avesto kitobi yodgorligi. Savol tushishi mumkin, rasmda qaysi shaharda Avesto kitobining yodgorligi majmui bor desa, biz Xivadagi Urganch shahri, Xorazmdagi Urganch shahri Avesto kitobining yodgorligi bor degan to'g'ri javobni aytishimiz kerak bo'ladi. Zardushtiylikning xudolari, ta'limot va marosimlar. Zardushiylar o'zlarining ihromli ma'budlariga e'tiqod qilishgan. Ahromasda Zardushiylarning ulug' va donishmand oliy xudosi hisoblangan. Mitra quyosh va yorug'lik ma'budi. O'tli chaqmoqlar yordamida u yovuzlik va o'lim ma'budi bo'lgan Ahriman bilan jang qiladi. Demak, Ahromasda qanday iloh? Ulug' va donishmand oliy iloh hisoblangan. Oliy xudo. Quyosh xudosi, yorug'lik ma'budi kim? Mitra. Kim o'tli chaqmoqlar yordamida yovuzlik va o'lim ma'budi Ahriman bilan jang qiladi. Mitra jang qiladi Ahriman bilan. Zardushiylar yomg'irdan keyin hosil bo'lgan kamalakka Mitraning o'q uzayotgan yoyi deb sig'inganlar. Anahita Zardushiylikda hosildorlik, suv ma'budasi hisoblangan. Demak, Zardushiylikda hosildorlik va suv ma'budasi qaysi biri? Anahita hisoblanadi. Zardushiylik dini ta'limoti insoniyatning ezgulik va yovuzlik haqidagi qarashlariga tamomila katta ta'sir ko'rsatgan. Zardushiylar hayotning tub ma'nosi nima?
Bu zardushiylar hayotining tub ma'nosi ezgu amal, ezgu so'z, ezgu fikrdan iborat bo'lgan. Insonning asosiy burchi eng avvalo adolatli turmush tarzi hisoblangan. Zardushiylik e'tiqodiga ko'ra, yolg'on so'zlamaslik, aldamaslik, va'daga vafo qilishlik, faqat ezgu ishlarni amalga oshirish kerak edi. Zardushiylar ta'limotida o'lim yovuzlik ifodasi hisoblangan. Shu bois vafot etgan odamlarni dafn qilishning alohida marosimlari yuzaga kelgan. O'lgan odamni yerga dafn qilish, yondirish, suvga oqizish hamda boshqa bir usullarda yo'q qilish mumkin bo'lmagan. Shu sababli yirtqich qushlar, faqatgina yirtqich qushlar va hayvonlar yeb ketish uchun jasadni toshli va qumli tepaliklarda qoldirganlar. Yomg'irlarda yuvilgan, oftobda poklangan suyaklari maxsus sopol tobutchalar, ossuariylarda, ya'ni suyakdonlarda dafn ettirilgan. Zardushiylik xudolari. Diagrammaga e'tibor beramiz. Zardushiylik xudolari: Ahura Mazda oliy xudo, Mitra quyosh ma'budi, Anahita hosildorlik ma'budi, Ahriman yovuzlik va o'lim ma'budi hisoblanadi. Avisto qonun qoidalari. Zardushiylar bosqinchilik, talonchilik va turar joylarni vayron qilish kabi harakatlarni og'ir jinoyat deb hisoblangan. Demak, zardushiylikda og'ir jinoyat deb nima hisoblangan? Bosqinchilik, talonchilik, turar joylarni vayron qilish og'ir jinoyat hisoblangan. Qurolni qo'lga olgan holda insonga do'q qilish, birovni kaltaklash, unga jarohat yetkazish qattiq jazoga loyiq ko'rilgan. O'g'rilik va qarzdorlik Avistoda gunoh hisoblangan. Demak, Avistoda nima gunoh hisoblangan? O'g'rilik va qarzdorlik. Olgan qarzini qaytarib bermaslik o'g'rilikka tenglashtirilgan. Mehnat yuksak ehtirom bilan qadrlangan. Avistoda inson mehnat qilishi, biror hunar, binokorlik, dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanish kerakligi aytiladi. Inson suv, o'simliklar va zaminning pokligini ta'minlash, tabiatni asrab-avaylash lozim bo'lgan. Avistoda oila va bolalar huquqlari qat'iy muhofaza qilingan. Voyaga yetmagan bolalarni ota-onalaridan olib ketishi, vasiysiz qoldirishi qoralangan. Yosh bolalarga bilim berib, birorta hunarga o'rgatish qadrlangan. Nima qadrlangan? Yosh bolalarga bilim berib, birorta hunarga o'rgatish qadrlangan. Nekaki o'qish ko'zning nuri deb uqtirilgan. Savol bo'ladi, qaysi dinda o'qish ko'zning nuri deb uqtirilgan? Zardushiylik dinida hisoblanadi. Zardushiylar kuylagan qasidalarning birida quyoshni madh etgan. Shunday yoziladi: Biz quyoshni madh etamiz, bezavol nurni, uchqur uning tulporlari, qachon quyosh nur taratadir, qachon ilitadir quyosh, qoyim turar 100,000 adab ma'budlar, taqsimlaydi baxtni shunda Ahramazda bu yerda. Bu quyoshni madh etilgan qasida hisoblanadi. Avisto kishilarni tinchlikka, adolat va ezgulikka chorlagan. Avistoni bugungi kundagi ko'rinishi.